Farg'ona davlat universitetida Dolzarb 90 kun loyihasi davom etmoqda. Yozgi ta'tilni bilim, madaniyat va innovatsiyalar bilan boyitishga tayyormisiz? Unda sizni Dolzarb 90 kun loyihasi doirasida turli yo'nalishlarda qiziqarli va foydali tadbirlar kutmoqda. Madaniy ma'rifiy kechalar, san'at ko'rgazmalari, intellektual o'yinlar, film namoyishlari va teatrlarga tashriflar, Sport musobaqalari, rektor kubogi, kibersport turnirlari va shunga o'xshab ko'plab ijodiy va ijtimoiy faollikni rag'batlantiruvchi loyihalar. biznes va kasbga yo'naltiruvchi treninglar, startap loyihalari, xorijiy tillar, dasturlash, robototexnika va sun'iy intellekt bo'yicha to'garaklar. Turizmga oid sayohatlar va vatan bo'ylab sayohat qil loyihasi. Bularning barchasi uchun universitetimizda zarur sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy laboratoriyalar, judayam boy kitob fondiga ega bo'lgan axborot resurs markazi, IT va startap markazlari, robototexnika va 3D modellashtirish xonalari, Sport zallari, stadion, ochiq maydonlar va trenajyorlar. Madaniy tadbirlar uchun amfiteatr, aktyorlik zallari va kinoteatr, yotoqxona, oshxona, dam olish maskani va bepul Wi-Fi dan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Farg'ona davlat universiteti nafaqat bilim, balki imkoniyatlar maskani. Yoz faslini o'zingiz uchun eng sermazmun oyga aylantiring.